Assalomu alaykum, Havuz Pasa tapındaşları. Bu imoratimiz Yangiariqda joylashgan. Bu yerni biroz oldin video tushirdim. İmaratimizni polni 50 tamarim bilan zaborini polni 140 ming so'mlik berganmiz. Zaboradan. Toka imoratning orqa tarafi 120 ming so'mlik, zabordan 120 ming so'mlik ikkinchi sort. Görünüş jihatdan почти bir xil bo'ladi. Hech qanaqa o'zgarishi bilinmaydi. Uglovoy elementlar обязательно kolonnalar qo'yiladi. Karnizlar ham bera qo'yib berdik обязательно. Chunki bilasizlar, karnizlar baribir görünüş jihatdan yaxshi chiqmaydi. Shu dekor elementlari o'z основной ko'rsatib beradi ona bo'ladi. Kommentariyada baholarni o'zingiz qoldi aytasizlar. Nechi chiqibdi, nima bo'libdi? Hamma obyektlarni bir tushunmakka vaqt yetmaydi, chunki baribir bizda ham shunday xizmatchilik yana boramiz, günü bilan vaqt o'tib ketadi. Даже uya ajratmagan vaqt qolmaydi. Kechda charchab borasan, uydan borgandan keyin uxlaysan, dam olasan, yana ertangi kun ish. Kamoljon ustamiz xudo xolasa bitadilar. Chiqqanini kommentariyada fikrlaringizni qoldiraverasiz. Sog' olasizlar.